Blenderda Mayadan bitta funksiyasini aqlli ishlashligini mana shu obyekt yasash jarayonida kecha guvohi bo'ldim. Kimda mana shu yerga joylagan videoyimni ko'rgan bo'lsa, Mayada ham Blenderda ham ishlaydigan bo'lsa va e'tibor bergan bo'lsa, buni guvohi bo'lgan bo'lishligi mumkin. Xullas, kecha mana shu obyektni yasayotgan paytimda men ikkita silinderdan foydalandim va ikkita silinderni mana shu bir-biriga bog'lashlik uchun men bridge kerak bo'ldi. Mana shu bridgeni bir-biriga bog'lashlik uchun mana shu vertikal bilan gorizontal silinderni bog'lashlik uchun mana shu joylarga edge ni o'tkazib olishligim kerak bo'ldi. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu joydan edge kelib turib, qaytib kelib o'ziga keladi. Misol uchun mana bu silinderda ham edge'lar mana shunday kelib turib, yana qaytib bu tomondan o'ziga aylanib keladi. Xullas, mana shu joyda Blenderda snap rejimi Mayadan birmuncha aqlli ishlashligini bir guvohi bo'ldim. Xullas, buni sizlarga men ko'rsatib bermoqchiman amalda. Xullas, e'tibor bergan bo'lsak, mana shu edge'lar mana shu xullas mana gorizontal silinderda mana shu joylarga mana shunga to'g'rilab edge tushirib olishligim kerak bo'ldi. Mana shu obyektga yasashlik uchun. Xullas, men mana shu topdan qaradimda вот control то есть control erni bosdim, mana bunaqangi loop tashlab berdi, bitta bo'ldi, bitta mashqa ketadi. Endi qaranglar, snapni vertexga o'tkazib oldim. Вот mana shu joyda mana e'tibor beradigan joyimiz control erni bosaman va bitta mana shu joyga bosamanda yana hali tasdiqlangan yo'q, qayerga qo'yishligini. Endi sen blenderga aytaman, controlni bosaman. Kursorni mana shu yonidagi vertikalniy silinderga shunday olib kelaman. Mana shuni ro'parasiga o'zi yopishtirib olib beryapti. Yana olib kelaman, bitta qo'yaman, controlni bosaman, mana shu olib beryapti mana. Mana shular to'g'risidan bu yoqqa men bridge o'tkazaman-da keyinchalik. YouTube'da ham o'sha videosini ko'rgan bo'lsangiz guvoh bo'lishingiz mumkin. Mana o'ta ham oson, o'ta ham aqlli, o'ta ham bir go'zal. Вот, ko'rdinglar? Endi mana shu joydan shunday qilib YouTube'da shu uzun videoda mana shunaqa qilib bridge qilib o'tkazdim. Ko'rishinglarni tavsiya qilaman agar Blender bilan yoki Maya'ni bir Maya'dan Blenderga o'tishlikka bir qiziqayotganlar bo'lsa menga o'xshab. Hop, endi xuddi mana shuni Maya'da ko'rsatib beraman hozir. Вот, mana shu obyekt, mana shu holat. To'kib olaman-da. Qaranglar. Bu yerda mana shunday tushirayotganda mana shu joyga прямой snap yoqyapman, mana magnet yoqyapman. Mana shu joyga прямой mana shu joyda o'zida qo'yib ketishlik iloji yo'q-da. To'g'ri, control shift bilan qilsa faqat 10 tashab yurgizib beradi, lekin mana buni ro'parasiga olib kelib bermaydi. Olib kelib berishlik uchun tavakkal mashinlarga yaqin joyga qo'yib olaman. Keyin вот hozir magnet yoniq. Mana bu joyga Z belgilab olamanda, keyin ro'parasiga mana shu vertexga olib kelib, vertikal silinderda edge-ni oldiga olib kelib, scrollni bosib olib kelaman xullas mana. Misol uchun bu mandiroqda bo'lsa, mana olib kelaman, mana shu ro'parasiga olib kelib, bunday qilib scrollni bosib keyin qo'yib beradi. Misol uchun bu sal magnitni o'chiramanda, sal mandiroqda bo'lsin deymiz. Misol uchun V bosib ham bo'ladi, mana. V bosaman, magnit ishlayapti. Mana shu yerga olib kelib qo'yaman. Вот. Mana. Xullas, ish ikki marta bo'lyapti-da. Blenderda e'tibor bergan bo'lsanglar, mana shu chiziqni tushirgan paytda kontrol bilan mana shu chiziqni прямой, mana shu to'g'ri-to'g'rilagi dirs tushirib ishlashlik Blenderda oson bo'lganligini ko'rdim. O'zingizlar ham guvoh bo'ldinglar. Xullas, mana shu Blenderda qisqacha tajribam bilan ulashmoqchi edim. E'tiboringiz uchun rahmat.